O'qituvchi va murabbiylar jamiyatning eng muhim va sharafli kasb egalaridandir. Har bir muvaffaqiyatli shaxsning ortida fidokor ustozlar turadi. Milliy gvardiya ot sporti bo'yicha Respublika oliy sport mahorati maktabida bir necha yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan murabbiylar ham ana shunday mehnatkash ustozlardandir. Hozirgi reportajimiz ular haqida. Murabbiylik bu nafaqat bilim berish, balki yosh qalblarga umid, ishonch va qat'iyat ulashishdir. Zero, ustozlik bu eng sharafli, eng mas'uliyatli kasblardan biri bo'lib, xalqimiz qalbida doimo ulug' mavqega ega bo'lib kelmoqda. Ayniqsa ot sportining to'siqlardan sakrash, uchkurash va ot yo'rttirish turlari bo'yicha yillar davomida fidokorona xizmat qilib kelayotgan murabbiylarning mashaqqatli mehnatlari ortida ulug' sanalar turibdi. Bugun ular katta murabbiy, malakali mutaxassislar, yosh javobdorlarning ustozlaridir. Ammo qiziqarli tomoni shundaki, ularning o'zlari ham bir paytlar mana shu maktabning o'quvchilari bo'lishgan, ko'zlarida shijoat, yuraklarida g'ayrat bilan inqor egallagan otlari bilan mashg'ulotlarga chiqqan bu yosh javobdorlar bugungi kunga kelib o'zlarining izlarini bosayotgan yangi avlod chavandozlarini tarbiyalashmoqda. Ularning faoliyati bu chin ma'noda o'z ishiga sadoqat, ot sportiga va yoshlarga bo'lgan mehr-muhabbat namunasidir. Fidokorona sa'y-harakatlari bilan bugungi kunda ko'plab shogirdlari ot sportining nufuzli yo'nalishlarida respublika va xalqaro maydondagi musobaqalarda yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Bu esa murabbiylar mehnatining samarasi, ularning bilim va tajribasining isboti bo'lib xizmat qilmoqda. Oliy mahoratli ot sporti maktabiga 2000-yil oyim bilan birga kelganmiz. Bu yoqqa kelishimdan oldin 1999-yilda Qibriy stadionida juda ham katta to'siqlardan sakrash konkurs turi bo'yicha katta etap musobaqasi bo'lgan. Etta ko'p davlatlardan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan kelib sportchilar qatnashgan. Shunda musobaqaning so'ngida Anna Lisak o'zini Grum laqabli oti bilan juda ham chiroyli chiqish ko'rsatib berganlar. Musiqa jarayonida juda ham ajoyib raqsga tushib, ot yo'rttirish turini ochib ko'rsatib berganlar. Shunda oyim bilan ko'rib juda ham yoqtirib qolganman. Ayni shu turni, ot yo'rttirish turini juda ham yoqtirib qolganman. Chunki ayol kishi otda o'tirib hamda ot nozik harakatlari bilan musiqa jarayonida juda ham chiroyli harakatlar qilganida juda ham mehrim tushib, ertasi kuni oyim bilan shu oliy mahoratli ot sporti maktabiga kelganimizda mana murabbiyim Medvedeva Yelena Vasilyevna qabul qilganlar. Unda 11 yosh edim, kichkina edim. 2000-yil qatnashishni boshladim. Oradan 1 yil o'tib, Gaziz laqabli otimda birinchi musobaqamda o'sha ot yo'rttirish turi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Shundan keyin meni juda ham qiziqishim oshgan ot sportiga. Otlarga mehrim tushgan. Mana shu 25 yil davomida men ham sportchi, ham murabbiylik faoliyatini yuritdim. Murabbiylik faoliyatimda juda ham ko'p shogirdlar tayyorladim. Sport ustasiga nomzodlarni tayyorladim. Respublika chempionati musobaqalariga olib chiqdim shogirdlarimni. Hozirda ham shogirdlarim juda ham ko'p. Ularning har bir saboqlari, har bir ko'rsatmasi orqasida yillar davomida to'plangan tajriba va chuqur mehr mujassam. Ular har bir chavandozlik mashg'ulotini nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki sabr, jasorat va fidoyilik maktabi deb bilishadi. Har bir yangi o'quvchining ilk otni egallashida, ilk yengil muvozanatsizligida ular o'zlarining ilk qadamlarini eslaydi. Shu bois ham har bir shogirdlariga mehr bilan, e'tibor bilan yondashib kelmoqda. Men bu ot sportiga 9 yoshimda kelganman, ya'ni 2001-yilda ot sportiga kelishimga sababchi bo'lgan odam bu meni dadamlar bo'ladilar. Chunki biz bolalikdan dala bo'lgan, bizda dalada har doim ot boqilardi. O'sha otlarga shu yoshlik bolaligimdan mehr tushib, shu yerga kelganman. O'sha olib kelganman. Shu kungacha bu yoqda shug'ullanib kelyapman. Oldin shogird edim, hozirgi kunga kelib murabbiy bo'ldim uchkurash yo'nalishi bo'yicha. Ko'pdan ko'p shogirdlarim bor. Har xil davlatlarda har xil musobaqalarga chiqishadi. Shu jumladan o'zim ham qo'shilib musobaqa sakrayman.
Yillar davomida ular nafaqat otlar bilan, balki inson qalbi bilan ishlashni, yosh chavandozlarning ichki dunyosini anglashni o'rganishdi. Ularning har bir mashg'ulotida intizom, ishonch, chavandozlar o'rtasidagi munosabatlarda esa vazminlik va oliyjanoblik hukm surib kelmoqda. 16 yil mobaynida juda ham ko'p shogirdlar yetishtirishga harakat qildim. Ustozlarim singari shogirdlarim turli xalqaro musobaqalarda yaxshi o'rinlarni egallashdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni bu qatorida Indoneziya davlatida Jakartada ishtirok etdik, Hindiston Bangalor shahrida ishtirok etdik, Belorussiyaning Minsk shahrida, Rossiya Federatsiyasini Moskva viloyatida, Yekaterinburg viloyatlarida ishtirok etdik. Bu qatorida o'zimizda yaqin qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlarida, dengiz orti mamlakatlarida ham ishtirok etdik, Koreyaning Seul shahrida va xudo xolasa kelajakda bundanda ko'p yutuqlarga erishishga harakat qilamiz. O'qituvchi va murabbiy bu ikki buyuk nom orqasida mehnat, fidoyilik va mehr yashiringan. O'qituvchi qalblarga nur sochsa, murabbiy esa insonni ruhiy va jismoniy kuch bilan tarbiyalaydi. Ularning har ikkalasi ham yosh avlodni komil inson qilib voyaga yetkazishda beqiyos o'rin tutadi.